Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari. Bugungi ma'ruzam Oltinsoy tumanida olib borilayotgan ishlar faoliyatining 2025-yil yakunlari hamda 2026-yil rejalari haqida bo'ladi. Tumanda jami 893 ta fermer xo'jaliklari bo'lib, 96 ta paxtachilik, g'allachilik, 110 ta bog'dorchilik, 161 ta bog'dorchilik uzumchilik, 404 ta uzumchilik, 16 ta sabzavotchilik, balıkçılık, 26 ta sabzavotchilik, g'allachilik, 24 ta chorvachilik, 18 ta balıkçılık, 3 ta parrandachilik, 32 ta qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchi korxonalar, 3 ta boshqa yo'nalishda fermer xo'jaligi yo'nalishida faoliyat ko'rsatib kelinmoqda. 2025-yil asosiy ko'rsatkichlar: g'alla 34,8 ming tonna, 112,9%. Paxta xomashasi 9700 tonna, 102,8%. Sabzavot va poliz mahsulotlari 161,1 ming tonna. Meva va uzum 63,5 ming tonna. Pilla 151,3 tonna. Chorvachilik mahsulotlari 38 ming tonna. 2025-yilda 1875 gektar maydonda shundan 251 gektar maydonda tomchilatib, 60 gektar paxta, 191 gektar bog'tok, 140 gektar maydonda yomg'irlatib, g'allada, 102 gektar diskret sug'orish, 260 gektar maydonda egiluvchan quvurlar hamda 1122 gektar yerlarni lazerli tekslagich ishlari joriy etildi. Natijada 2 million kub suv iqtisod qilindi. 109 gektar intensiv bog'lar tashkil etildi. 420 gektar sanoatlashgan uzumzorlar tashkil etildi. 5 gektar issiqxonalar ishga tushirildi. 2026-yilda bajarilgan rejalashtirilgan ishlar haqida: 2026-yil 11,5 ming tonna paxta xomashasi 112,1% ga, 36,500 tonna don ekilgan 110% ga, 92 ming tonna sabzavot, 1106,1%, 19,6 ming tonna, kartoshka 106,5 tonna, 5%, 106,5%, 6,9 ming tonna, poliz 101,4%, 17,3 ming tonna, meva va rezervlar mahsulotlar 110,8%, 39,2 ming tonna uzum, 118,7%, 6,6 ming tonna go'sht, 103,1%, 32,3 ming tonna süt, 102,2%, 7,2 million dona tuxum, 101,4%, 152,6 tonna pilla xomashasi, 100,7%, 211,7 tonna baliq mahsulotlari, 109,8% ishlab chiqarildi. G'allachilik bo'yicha 2026-yilda 137 ta fermer xo'jaliklarida 429 gektar maydonda g'alla ekinlari ekilgan. Hozirgi kunda 3529 gektar g'alla maydoni tuplash fazasida. Ushbu maydonlar hozirgi kungacha ekish bilan birga fosforli 200 kilodan azotli, fosforli 200 kilodan, azotli 700 kilodan mineral o'g'itlar bilan oziqlantirildi. Dissimulyatorlar, begona o'tga qarshi gerbisid, kasallik va zararkunandalarga qarshi kimyoviy vositalar bilan to'liq ishlov berildi. G'alla maydonlarining gektariga 5 tonnadan mahalliy o'g'it chiqarildi. Paxtachilik bo'yicha 2026-yil 97 ta fermer xo'jaliklarining 2200 gektar maydoniga 11546,1 tonna paxta yetishtirilishi belgilangan. O'rtacha gektaridan 52,5 sentr olish rejalashtirilgan. Sxemalar bo'yicha 76,10 sxema qo'shqotar sxemada 1206 gektar, 76 yakka qator sxemada 994 gektar, mahalliy nov 1174 gektar, xorijiy nov 1026 gektar, Shinjon usulida ekish rejalashtirilgan. 800 gektar. Shundan qator orasiga zira ekish 50 gektar. Bog'dorchilik bo'yicha 2026-yilda 363 gektar maydonlarga zamonaviy bog' va tagzorlar
77 gektar bog' va 286 gektar tok barpo etildi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 24-dekabrda Surxondaryo viloyatining salohiyatini va imkoniyatlaridan to'liq foydalanish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PK 386 sonli qarori 6-bandini ijrosini ta'minlash maqsadida Oltiariq Agrostar MChJ tomonidan 100 gektar yer maydoniga 81 ming dona sug'diyona, mes, kelinbarmoq va Husayn navlari tok ko'chatlari ekildi. Oltiariq oraliq ekin ekish uchun yer maydoni to'liq haydab bo'lindi hamda tomchilab sug'orish texnologiyasini o'rnatish ishlari bo'yicha ishlar boshlandi. Pilla hosili uchun 2026-yilda pilla yetishtirish bo'yicha 151,3 tonna kontragatsiya shartnomalari tuzildi. Suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish 2605 gektar maydonda, shundan 355 gektar maydonda tomchilatib, 205 gektar paxta, 150 gektar bog' tok, 140 gektar maydonda yomg'irlatib, g'allada 90 gektar diskret sug'orish, 520 gektar maydonda egiluvchan quvurlar, 600 gektar egatlab plyonka to'shab sug'orish hamda 900 gektar yerlarni lazerda tekislash ishlari joriy etiladi. Natijada 2,16 million kub suv iqtisod qilinadi. Chorvachilik bo'yicha 2026-yilda chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha katta dastur amalga oshiriladi. 290 bosh mol va 1500 bosh qo'y import qilinish rejalashtirilgan. Joriy yilda qoramolchilik yo'nalishida 6 ta loyiha, chorva hayvonlar soni 290 bosh. Loyiha qiymati 15 milliard 40 million so'm tashkil etadi. Shundan o'z mablag'i hisobidan 14 milliard 540 million so'mlik bank kredit 500 million so'mni tashkil etadi. Loyihani ishga tushganda 12 ta ishchi o'rin yaratiladi. Baliqchilik loyihasida bitta 700 million so'mlik mablag'i 400 milliard so'm, kredit mablag'i 300 million so'm. Texnikalar xarid qilish bo'yicha qishloq xo'jaligi texnikalari jihatdan yanada rivojlantirish maqsadida paxta, g'alla va boshqa harakatlar uchun 2026-yilda 5 ta yangi paxta teruvchi mashina, 5 ta chigit selkalari, 2 ta kombayn va 65 ta chopiq traktorlari, 99 ta jami qishloq xo'jaligi texnikalari xarid qilinadi. Rejalashtirilgan 176 dan ortiq texnikalar soniga erishish kuzatilmoqda. Mexanizatsiya darajasi ortishi bilan mehnat samaradorligi va hosildorlikni oshirish maqsad qilingan. Shuningdek, qishloq xo'jaligi uchun raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va avtomatizatsiya usullari joriy etiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.